Assalomu alaykum. Anglayatqaninglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. 12 bob. Gong'an Guanlichu jamoat bexatarligi boshqarmasining boshlig'i Li Yanchi uningga berilgan cheksiz ma'muriy huquq Wang Pangdan xotirjam emas. U hatto 12 aprel bayrami atalmish bayram kunlaridimi zipurur muhim maxfiy ishlar bilan band. Keyingi kunlarda ikki turkum qamoqqa ilingan harbiy xodimlarning ishlarini bartaraf qilishdek cho'ng siyosiy vazifa qaynimida uzib yuribdi. O'ltirilgan va cho'llardagi emgak lagerlariga avatilganlar hisobiga zindonlarni to'ldirgan yangi mahbuslarni so'rash, ularga oldin ola mo'lcharlab pichilgan siyosiy qalpoqlarni kiygizish, ko'nmaganlarni jismoniy qiynash orqali iqror qildirish, sun'iy jinoyat o'ydirib chiqish oson emas. Vaqt kerakda. Bu ishlarni Şing Dubanning detiga siqqidek ishlayolmasang, Laotianna xudo ko'rmasin, o'zang ashu mahbuslar qatoridan o'rin olasan. Li Yingchidan ilgari naq mushu vazifada o'ltirgan uch sobiq boshliqning oqibati shundoq bo'lgangu. U uch amaldorning ikkisini Li Yingchi o'zi qiynab o'ltirgan. Biri o'zini o'zi o'ltirib olgan. Bu tariqa dahshatli kechirmalar na uyqa, na aram bersin. U ba'zida hamma huquq, amal imtiyozlaridan bir yo'li kechib, yiroqlarga, hech qandoq siyosiy majro yo'q pinhon joyga bekinib olib, oddiy, tashvishsiz hayot kechirishga ming rozi. Ammo uning ixtiyori o'zida emas, hech yerga ketolmaydi. Put qo'llari yipsiz bog'langan. Li Yingchining qo'li ishqa bormadi. Kang ustal ustiga qat-qat tizilgan anza delolarni o'qimayla varaqlab, xiyol suratdi. Uning ko'zlari yingla keltirilgan telegrammalarga tushdi-da, xolar xolamas qo'lga oldi-yu, bu telegrammalar uning qo'lini chiqib olgandek ustal ustiga tashlavatdi. Xundan pichirildi u. Aldirashliq ustal qanotidagi knopkani besivedi. Shu an eshik tuvida adyutant paydo bo'ldi. Liu Jiansa qisqalab buyruq berdi Li Yingchi kresloga o'ltirib. Hayal qilmay bo'digan cho'shqidek go'ranlari qatlashgan Liu Bingdi kirib, boshlig'ining oldida tik turdi. O'qib ko'r. Ustal ustidagi telegrammalarni ima qildi Li Yingchi. Liu Bingdi telegrammani o'qib o'tib, yuzi go'shuna siyoqi tatirib ketdi. O'qi, unlik o'qi. Qo'pol buyurdi Li. Liu Bingdi asma kesili bar odamdek demi tutuq o'qishga boshladi. Shixu noyisiga tava Chigushu o'tingida hukumatga tegishlik mata chekmant ortilgan eshakchilar karvoniga ikki otliq zivoza hujum qilib, mata chekmanlarni bulab, atrofdagi dehqon chorvachi fuqarolarga tarqitib berib, o'zlari qumliqqa kirib ketishgan. Ikkinchisi o'qi. Ikki otliq zivoza deb boshladi-yu, demi siqilib, qiqilib ketdi Liu Bingdi. Uning do'saqdek ko'pik mangzi etilib ketadigandekla chinqilib, ko'zlari ko'rinmay qilividi. Li Yingchi kulitishga tasliq qoldi. Nafratlangandek ta'tur qarab oldi. Liu Bingdining maydisi say qo'rgandek gaj-guj qildi. Ikki otliq qurolliq zivozini ko'l o'tandiki dangja tutmoq bo'lib qo'g'ilganda Dangja Sarayvanni o'ltirib, tog' ichiga ochal davani tarafga ketgan Liu Bingdi tog' cho'qqisiga o'rligandek aran shu yergacha o'qiyolidi. U bujg'irab tarlab ketgan edi. Li Yingchi uningga yerginib tikildi va talabchan ovozda so'radi. Sizningcha bu ikki otliq kimlar? Mundaq ishni g'inidin bo'lak. Ayni bu ism Li Yingchining kindikidan teshib o'tgandek to'lg'inib ketdi u. Uch kishini uzib, turmadan qochdi. Ikki chirikni o'ltirib, ikki otni ilib qochdi. Hukumatga tegishlik molni bo'lab, bizga sodiq dangjani o'ltirib, ozoda yursin-yu, 15 kundan buyon uni hech kim tutolmasin. Duban janoblarga nim deymiz-a? Goya Liu Bingdi ayıplikdek uningga ilan ko'zini sanchidi Li Yingchi.
Aslida turmida uzunluq so'zmay etib tashlagan bo'lsak, bu avarigarchilik bo'lmas edi. Yelimo etib zirikmidik-ku. Li Yingchi bu so'zni Liu Bingdini sinamoq uchun qildimi? So'z uqtisiga kelgachga og'izdan chiqib ketdimi? Bilgini bo'lmag'achqa Liu Bingdi tingirqab qoldi. Ayni dedi Li Yingchi Liu Bingdidan ko'z uzmay turib. Ayni xatarlik zivaza. Agar u nilqa tig'ida paydo bo'lgan 6 o'g'riga qo'shiladigan o'yinni shunda ko'rasan. Liu Bingdi Li Yingchining mijoz xulqini yaxshi biladi. Bu siyosiy makkar bilan intayin hushyor muomala qilmasa, biror ig'iz so'zdan putoq chiqarib, gunohni o'ziga ortib qo'yishga, o'rga ishtirishga mohir. Millati Tungan, e'tiqodi islom dini Liu Bingdiga takabbur Xitoy cho'ng millatchilarning Xinjiangdagi bosh vakili Shing Xisay va uning qo'l cho'moqlari Li Yingchi, Li Fulin qatorliqlar tamom ishonmasligi, faqat xizmat zaruriyati bilanla uni o'z saplariga tortib, unidan foydalanadiganligini Liu Bingdi yaxshi biladi. Chunki u ko'p ishlarning qatnashchisi, tirik shohidi, sirliq ishlarning bevosita ishtirokchisi bo'lgan kishini qo'l ichida, tapan ostida tutishga tegishlikda. Shunglashqa u bir cho'qib, 10 qarashga majbur. Qildin qiyiq ketdi, ish tamom vassalom. Meningcha, dedi ehtiyot bilan Liu Bingdi, 6 o'g'rini hech kim himoya qilmaydi. Masalan, 6 o'g'rining boshlig'i o'z vaqtida Rossiyadan qochib kelgan Fatih degan tatarmish. Qolgan 5'imi mayda cho'yda qo'altoqlari. To'xta! Bigiz qo'lini yuqori ko'tardi Li Yingchi. Siningchi bo'lganda Makka Madinadan Muhammad payg'ambar terilib kelib, o'g'irlarga boshliq bo'lsa inovatlik bo'ladimi? Qalmoqlar orasida qirchilik qilib yurgan mayda setiqchi Fatihni hech kim e'tiborga olmas demoqchiman-da. Chujang janoblari, mujmal javob berdi Liu Bingdi. U hamisha mushundoq quyruqliq fikr beradigan. Fatih deganning kaynida inovatli kishi yoki kuch yo'q deb ayta olamsan? Hozirgi ichki tashqi vaziyat tufayli yo'q deb keskin aytishga jur'at qilolmayman. Mana amaliyotga yaqin fikr berding, Liu Jiansajang, dedi Li Yingchi va sal o'ylanib davom qildi. Xalq ichiga Toshkent va Olmutalarda nashr qilinadigan gazet jurnallar tarqaladigan bo'lib oldi. Bu xatarlik ta'tir tashviqot kimlar tarafidan tarqalyotidi? Kimlarning ishi ekanligini faraz qilish ta's emas. Lekin naq jinoyatchilar uvsini topolmayotimiz-ku. Demak, harakatdagi uyum, tashkilot borligi shubhisiz. G'ulja, Cho'chak, Urumchi qatorliq shaharlarda qamoq ilingan yoshlar so'roq, tergov jarayonida bu xil uyum yoki fikrdoshlik tashkilotlarga munosabatli ekanligini iqror qilishmidi? Iqror bo'lganlarning asosi yo'q. Nachar ishlayotimiz, nachar. Vaqirvatdi birdan terisini ta'tur kiygan amaldor. Shin Duban janoblari fikrdosh 3 kishi birlashsa biz uchun zo'r xatar deb ko'rsatma berganligini har daqiqa asdan chiqarma. Demoqchimanki, sovetparas unsurlardan, sovet ta'siridan o'lkamizni tozalash bizning kundalik, doimlik vazifamiz, xitob qildi Jallodlar ordisining boshlig'i Li Chujang. Dahichaq bo'lib olgan Shingsayning har bir so'zi ko'rsatmasi ular uchun qonun ekanligini Li Yingchi tushundirmasmi, Liu Bingdi yaxshi biladi. Shu topda sovetparastlar deb minglagan, 10 minglagan ilg'or ziyolilar, yoshlar, studentlar zindon giribdori, o'lim qurbonlari bo'layotganligi uning ko'z oldidan kino lentasidak tizilib o'tdi. Lekin qancha qirmasin, taqib ostiga olmasin, sovetparastlar kimimidi? Balki ko'paymoqda. Nimishga shundoq? Bu doimlik savol, bosh qotiradigan, hatto tahlikalik savol. Bu hikmat hisoblangan masalaning tub mohiyatini Liu Bingdi, Li Yingchi va Shingsay tushunmaydi. Tushunsimu Xitoy amaldorlariga xos johillik bilan tushungisi kelmaydi. O'zininkini rost qilmoq uchun zo'rliq zo'ravonlikqa taynidi. Ili uning markazi G'ulja,
dedi xili uzunğa sozulgan ichki muloyizlardan keyin Li. Partlash oldida turganligini ta'kidlamasammo, sening xabaring bor. Sovetga chetilash murakkab. Meningcha bo'lganda, ha desa bu rayonning shart-sharoitini, xalqini yaxshi biladigan sen kabi tajribali kishilar g'o'lja turib ishlashi intayin zarur bo'lyotidi. Seni iliga avatmoqchimiz. Sen Shingdubanning huquqliq vakili sifatida Ili viloyatining harbiy ma'muriy ishlarini boshqarasan. Man Liu Bingdining na xushal, na noiloj bo'lganligini bilgili bo'lmaydi. Lekin ichida bayatin shuncha o'ylandirib gap qilg'icha to'g'risini aytishchu. Imisham odamning fikrini tasqaydigan qilg'i borda bu makkarning deydi. Ta'kidlayman, G'uljida qandaqdir tashkilot mavjud. Mayli u islomchilar yoki respublikachilar, Uyg'uristonchilar bo'lsin, oxirgi hisobda hammasi mustaqilchilar. Amdi biz 6 o'g'ri deb xalq oldida ularni kamsitayotganlar bo'lsa, qo'zg'alon uyushtirg'uchilar. Ha, uyushtirg'uchi. Ikki qurolga ega bo'lgan ayni bu chaqcha netchisini yeniq to'plab, shu 6 o'g'riga qo'shilish mantiqiy holat. Demak, tashkilot 6 o'g'ri va aynini bir butun hisoblasak, cho'ng xatar ro'y berishdan ko'z yumolmaymiz. Shundoq, arsindi Liu Bingdi. U hammadan avval G'inini ko'z oldiga keltirdi. So'roq ustida Shingsega bergan javoblarini esiga oldi. Tinini so'g'ish shurshim qoplab, yuragi po'kildab ketdi. Diqqat markazi tashkilot 6 o'g'ri va ayni mushu 3 xatarni bir-biriga ulashtirmasdan yakka dafna qilish lozim. Bu ish faqat sizning qo'lingizdan keladi. Sana ishimiz. İşençini aqlashga tirişiman, dedi o'rnidan harbiylarcha turib Liu Bingdi. Amdi Shingsay janoblarining huzurida bo'lamiz, deb qilin papkisini qo'liga oldi Li Yingchi. Shingsaydan qotilona ko'rsatmalarni olgan milliy murtad Liu Bingdi Muhammad atsila maxsus samolyotda G'uljiga uchib ketdi.